Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fath surasidagi bir oyat haqida bir ustozni bir tafakkurlari, eski ulamolardan naql qilgan so'zlari bor ekan. Shuni eshitib kelayotgandim, shuni sizlarga ham aytib berayin. Innallazina yubay'unaka innama yubay'unalloh yadullohi fawqa aydihim. Fath surasi innallazina yubay'unaka. Sizga bay'at qilayotganlar, ey Rasululloh deyilyapti-da, sizga bay'at qilayotganlar. Innallazina yubay'unaka innama yubay'unalloh. Allohga bay'at qilayotgan bo'ladilar. Allohga bay'at qilyapti. Allohning qo'li ularning qo'llari ustidadir. Ularning qo'llarining ustidadir. Allohning qo'li ularning qo'llari ustidadir. Bu bay'at Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadan hijrat qilib ketganlar. Makkadagilar o'ldiramiz deganga borishdi, o'ldirishgacha borishdi. Ya'ni dinlarini erkin ibodat qilishga qo'ymadi. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilishga majbur bo'ldilar. Sahobalar ketishdi, keyin Rasulullohga ham izn bo'ldi. Keyin bir qancha yil o'tgandan keyin Ka'baga umra qilishga borishadi. Boshqa hech qanday bir maqsad yo'q. Faqat umra qilgani borishadi. Umra qilgani borganlarida Makkaning yaqiniga yaqinlashib qolganlarida Hudaybiya degan joy bor. O'sha joyda to'xtashadi. Mushriklar kirmaysizlar deb qon to'kamiz. Ya'ni urush qilamiz, kirmaysizlar deb janjal qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan mushriklar o'rtasida ya'ni elchilar borib keldi bo'ladi. Delegatlar, ya'ni u davlatdan bu davlatga, u davlatdan bu davlatga borganday muzokaralar olib borishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qurayshning eng yaxshi ko'rgan odami Usmonni jo'natadilar. O'zlarining kuyovlari Usmon roziyallohu anhu, Usmon Zunnurayni jo'natadilar. Keyin xabar tarqaladi. Shunaqa xabar keladiki, Usmon qatl qilindi. Ya'ni elchini o'ldi degani, elchini o'ldirdi degani o'sha davlatga urush e'lon qildi degani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda sahobalar bilan birga sahobalardan bay'at qilinadilar deydilar. Ya'ni so'z beringlar, o'lguncha urushamiz deb. O'lguncha, ya'ni o'limga tayyormiz deb so'z berasizlar deb bay'at qilganlar. 1400 taga yaqin sahobiy hammasi Rasulullohga qo'l berib, bay'at degani shu-da. Ya'ni o'limga hozirmiz deb bay'at qilishgan. Shu bay'at haqida gapirib turib, yadullohi fawqa aydihim. Allohning qo'li ularning qo'li ustidadir deyilyapti shu oyatda. Shu oyatni ulamolar nima deymiz? Injalagan, turklar injaladi deydimi? Ya'ni o'sha oyatning ma'nosini, Allohning qo'li ularning qo'llari ustidadir degani nima degani? Deganda 3 xil ma'no aytishgan ekan. 3 xil ma'no. Allohning qo'li sizga bay'at qilganlarning qo'lini ustidadir. Ya'ni Allohning fazli, Allohning ne'mati. Alloh taoloning fazli ne'mati yuqoriroqdir degani. Bu bitta ma'no. Ikkinchi ma'nosi Allohning vafosi, Alloh taolo so'zida turishi ularnikidan balandroqdir degani. Uchinchi ma'nosi Allohning kuchi, Allohning quvvati ularnikidan yuqoriroqdir deyilgan. Shunaqa 3 xil ma'no aytilgan ekan. Ya'ni insonlar qanday amal qilishdan qat'iy nazar, birinchi ma'nosini qaytaylik-da. Allohni qilgan yaxshiligi siznikidan ko'proq deyilyapti. O'sha yerda 1400 ta yigit, 1400 ta inson, umraga borgan insonlar o'limga tayyormiz deb so'z berdi. Lekin ya'ni jonini Allohga berishga tayyorda. Shunaqa bo'lsa ham aytilyaptiki, Allohni sizlarga bergani undan ko'ra ko'proq. Shuning uchun har bir inson nima amal qilayotgan bo'lsa ham shu 3 ta ma'noni eslash kerak. Allohni bergani menikidan ko'ra ko'proq deb o'ylash kerak. Shu islomga hidoyat qilgani. Islomga hidoyat qilgani. O'sha 1400 ta sahobiyni, jangchini jonini berishga, jonini fido qilishga
tayyor bo'lgani bu Allohning fazli. Mana hozirgacha eslanadi shularni. Bayat Rizvon deyiladi-ku. Daraxt tagida bayat qilganlar, Alloh ulardan rozi bo'ldi. Mana hozir islom dini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Alloh yuborganidan beri, islom dini bilan yuborganidan beri 1400 yil o'tyapti. Shular eslanadi. Ya'ni eng ulug' sahobalar aytilganda Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali aytiladi. Undan keyin 10 ta jannatga bashorat berilganlar. Undan keyin Badrga qatnashganlar. Undan keyin shu Hudaybiyada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun o'lishga tayyormiz deb, jonimizni fido qilishga tayyormiz deb so'z berganlar. Undan keyin ya'ni Makkaliklar bilan muzokara bo'lib, urush bo'lmasdan qaytib ketishadi, umra qilmasdan, ehromdan chiqishadi. Umra kelasi yilga umra qilinadigan bo'linadi. Xullas bundan olinayotgan ma'nosini aytayapti-da. Alloh taoloning bergan fazli biznikidan ko'ra ko'proq. O'ylamaylikki, bir narsa qilayotgan bo'lsak, Alloh taologa bir narsa o'tkazib qo'ydim deb o'ylamaslik kerak inson. Bu joyda shunaqa ma'no keladi. Wala tamnun tastakthir degan oyat bor. Ya'ni bir narsani berib turib, ko'p berib yubordim deb o'ylamagin. Bu oyat tafsirida ham bir amal qilib, amalni Allohga ko'p amal qilib deb gumon qilmagin deyilgan. Amalni maqbul bo'lish alomatlaridan bittasi inson qancha ko'p amal qilsa ham oz ko'radi amalini. Bu oyatda ham shunaqa deyilyapti. Allohning fazli siznikidan ko'ra ko'proqdir. Alloh taoloning beradigani, Alloh bergani siznikidan ko'ra ko'proq. Alloh taolo juda ham g'ani zot. Hech kimga muhtoj emas Alloh taolo. Hech kimga muhtoj emas Alloh. Bu dunyoga Alloh imtihon qilish uchun yuborgan, hidoyat bersa Allohning fazli. Shuning uchun har qanday amal qilyapsizmi? Allohning fazlini eslang birinchi o'rinda. Yaratgani, o'zini tanitgani, islomga hidoyat bergani, shuni eslash kerak inson. Ikkinchi ma'nosi Alloh taoloning beradigan ne'mati, ya'ni savobi, Alloh taolo sizga beradigan ajri ko'proq. Alloh so'zda turishga vafoliroq deyilyapti. Va man awfa bi ahdihi minalloh. Tavba surasida shunaqa bir oyat borda, Alloh mu'minlardan jonlarini va mollarini sotib oldi, evaziga jannat berdi. Bu Tavrotda, Injilda, Qur'onda aytilgan bu kelishuv Allohdan ko'ra so'zda turadiganroq kim bor deyilyapti. O'sha joyda sahobalar bay'at qildi, o'limga tayyormiz dedi, lekin Alloh taolo ularga beradigan fazli, ya'ni qilgan amali uchun beradigan savobida so'zda turishi ko'proq. Alloh uchun qilgan nima amalingiz bo'lsin? Roza tutasizmi? Masalan, yoki kechasi turib namoz o'qiysizmi? Alloh uchun Allohdan qo'rqib bir tomchi ko'z yosh to'kasizmi? Alloh yo'lida yurganingizda oyoqlaringiz chang bo'ladimi? Birorta narsa Allohning oldida zoya ketmaydi. Albatta o'shani ajrini olasiz. Amal qilayotgan paytda inson shuni o'ylash kerak-da. Masalan, dunyoda hammamiz tirikchilik qilamiz. Savdo qilamiz. Kimdir savdo biznesmen, tijoratchi, kimdir mardikor, masalan, falonchiga borsam, mana shuni orqasidan falon foyda ko'raman deb o'ylaydi. 100 ga 10, 100 ga 20, 100 ga 50, 100 ga 100 foyda ko'raman deb o'ylaydi. Lekin Alloh taolo qilayotgan amalingizga beradigan ajri eng kami 10 barobar yoziladi. Eng kami subhanalloh desangiz 10 marta subhanalloh aytgan deb yoziladi. Bir oyat o'qisangiz har bitta harfiga 10 tadan ajr beriladi. Allohning qo'li siznikidan ustunroqdir. Ya'ni Allohning qo'li deganda Alloh beradigan ajri savobi siznikidan ko'ra ko'proqdir. Uchinchi ma'nosi Allohning qo'li ularning qo'llaridan ustun degani uchinchi ma'nosi Allohning kuchi deyishgan ekan. Allohning quvvati. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ogohlantiryaptiki, Rasulullohga bu yerda Alloh ogohlantiryaptiki, 1400 ta yigit sizga jon beraman deb tursa ham, bo'ldi, mana jonini berishga tayyor 1400 ta askarim bor deb ularga suyanib qolmang. Qalbingiz Allohga suyansin. Allohning qo'li, ya'ni Allohning kuchi, quvvati hammasidan ko'proq. Sizning qalbingiz, niyatingiz, ichingiz Allohga suyansin. Dunyodagi narsalar sabab xolos. Albatta sabablar qilishga buyurilganmiz. Musulmonlar kofirlarga kuch aytadigan kuchli bo'lish kerak. Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, kuchinglar yetganicha quvvatli bo'linglar. Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ilalloh. Kuchli mu'min kuchsiz mu'mindan ko'ra Allohga ko'proq yoqadi. Sabablarga buyurilganmiz. Lekin
inson qalbidagi suyangan joyi, ishongan joyi Allohning kuchi bo'lishi kerak. Har qanday amal qilayotganingizda shu 3 ta ma'noni eslang deyaptilar-da. Allohning qo'li, ya'ni sizga bergan yaxshiligi ko'proq va beradigan, qilgan amalingizga beradigan ajri ko'proq va Alloh kuchliroq. Alloh taolo kuchliroq, quvvatliroq. Insonga muhtoj bo'lib qolgan joyi yo'q Alloh taoloning. Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin. Kuzatganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.